Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yana yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Biz sərxil proqramlarımız arqılı Uyğurlarning mənavi hayotiga zoq və ilham ata qılalsaq, özümüzni to'liq bəxtli his qilamiz. Sirdaş dostunuzlar Xadicha Uyg'urdan hammangizlarga mehri muhabbatlik salom. Bugun biz ekranımızga alayda bir şəxs təklif qildıq. U yoq bo'lsa-mu 2001-yili Təklimakkan qumluğunu kesib o'tgan. Hozir biz uchun bir dal danısımı göher bilindiğen, közümüzge sürtkidek buladigan aşu Təklimakkanni bağırdan yerip ötken kumluq kızı Gülzöhre Əbeydullah. Assalamu alaykum Gülzöhre, qanday ahvalınız, yaxshimisiz? Alaykum assalam. Bugün vaxtınızı çıkarıp söhbətimiz qatnaşqanlığınızdan to'liq xoş bolduq. Rahmet. Gülzöhre'nin ayni vaqtidagi shu badurluq harakatları her qaysı gizli jurnallarda, televiziyalarda shunday kağıt təşviq qilindi. Namıga dastan qo'shoqlar putildi. Hozir men shu vaqtdagi hayajonli hissiyatini ifodalashga mushtaqning o'zida haqiqatan ojizlik qilman. Buning uchun yanala bizningki yozuvchilarimizning yozgan nasrlariga murojaat qilaylik. Tarixchilar jurnalininki bosh tahriri Abdukim Hasanning bir nasrini o'qib berish bilan ko'pchilikni Gülzöhre'ninki bu hayot hikoyasiga boshlab kirmoqchi. Mana bu Tarixchilar jurnali 2001-yili 12-songa mushu jurnalning muharriri Abdukim Hasanning yozgan bir nasri var. Tündeki söhbət. Tarım dəryası tün qoynida axmaqda. İyi toğraq buvay, anladın mı? Təklimakkandan bir qız yügürüb ötübdü, dedi dərya qeyri toğraqның uyqusunu buzub. Anlamadım, közüm bilen gördüm. Dümçe qeyri toğraqның yupurmaqsız şaxları küçlük şarıldap getdi. Bunun bilen şaxdaki mügdep yatqan bir top quşqaşmı ensiz çuruqlap getdi. Nima? Qanatımız durup biz cinimizde uçup ötelmeyimiz. Qandaq insankina o yugurib öteleydigan. Təklimakkan degen barıs gelmez yol tursa. Deyişti quşlar işenmey. İnsan balısı emas, pərişti bolsa gerek, dedi ayımı ularning sözüge qoşulup. Men qaysarlikning nimaligini eng bilgücümen, dedi qeyri toğraq. Muşu qumluqqa yiltiz tartib 1000 yaşqa kirdim. Men bilen billa bu çölde yaşayan xalqlar muşundaq batur qizni tug'alaydi. O qizning ismi Gülzöhre ishkan, dedi Tarim daryasi shavqulluq unda. Mening ismim bilan o'xshash ishkan. Zöhre yulduzi texmin nurlanib ketdi. Men o qizni Təklimakkanning dal o'ttirsida gulxon yaqqan cheg'ini ko'rganman. Shunda qilib qeyri to'g'raq atrofidagi birodarlariga bir qara o'tib so'zini boshladi. Talay asrlardan beri yinimden tümen karvallar koldurmalarını cırınlatıp öttü. Her qaysisi Təklimakkandan toğrusuga kesip öteligen emas. Bu bir mucize. Bu avaz yer astidan kelivatardı. Kim sözlevatıdı? Quşqaşlar hayran bolup öpçürsek qaraşdı. Təklimakkan, dedi ay, birden jim tursanlarçı. Bu bir mucize. Təklimakkandan eğir kum barxalları şuruldaşqa başladı. Hemminglar bilisiler, nurgun hayatlık mening bağrımda nabut buludu. Men hayatlıkni sınıgıcımen. Mana bugün Uyghur kızı Gülzöhre töpemden yugurib ötdi. Goya akar yulduzdek eqib ötdi. Onun putları qayrıldı, lekin tizlanmadı. Yıkıldı, lekin yetib olmadı. Gülzöhre'ge köz tekmisun. İnsaniyetke şanu şevket, ecdatlarına şatlık, evlatlarına küç ata kıldı. Barakallah. Barakallah.
Barakallah! Toğraqlar, quşlar, dolqunlar, tağlar ün qatdi. Tarim daryosi Taklimakkanning bu so'zlarini suv yurigiga mahkam tingib, yiroqlarga ilib ketdi. Mush nasrdan bilimizki, bir Taklimakkan qumlig'ini kesib o'tish odatdagi bir jasorat, iroda talab qilmaydi. Unda bo'lsa, bu Taklimakkan qizning o'zining og'zidan aş vaqtdagi jasoratini, nima uchun shu jasoratga kelganligini anglaydi. Qani unda bo'lsa, ekran oldidagi dunyoning orqasi joyidagi qadrli Uyg'ur qarindoshlarim, hadilar, singillar, yaxshi to'dinglarmi? Men bu programga taklif qilinib 20 yilning oldidagi faoliyatni anlatish uchun shu g'ayrat kelganligim uchun, ya'ni o'zimni tabriklayman. Çünkü 20 yıl, yani şu vaqtida tug'ilgan bir bovoq, yani 20 yoshga kirdi degan gap. Bu az vaqt emas. Men o faoliyatni qilishda hamda men bir tantarbiya o'qituvchi bo'ldim oxirgi hisobda. Yiroq yezlarga, yiroq shaharlarga bo'lib o'tdi ekan. Menim o shu Qashqarniki Yansa nahiyasida Qizil o'rta maktabda Nahiydan 42 kilometr yiroqlikdagi Yezi o'rta maktabga tantarbiya o'qituvchilikqa, ya'ni ayol tantarbiya o'qituvchi yo'q ekan to'q. Shunga taqsim qildi. Men u yerdagi vaqtimda bir ayol tantarbiya o'qituvchisining yo'qligini, shu vaqtda u balalarniki hatto bir tantarbiya kiyimining tantarbiya oyog'ining yo'qligini ko'rib, shunchalik hamda ichim og'irdi u bolalarga. Hamda men u yerda yordam qilib ularga kiyim-kechak elib qo'ygandek unda iqtisodim yo'q. Shuning bilan amaliy harakatim bilan bu bolalarga men o'rganganlarimni, his qilganlarimni so'zlab, darslarimni yaxshi o'tab, haftada masalan 27 soat az darsimiz bor, undan boshqa ikki vaqt gimnastika. U gimnastikadami masalan maktab müdiri, hatta o'qituvchilar hammanglar maydonga chiqinglar deb tuzum qo'yapman. Gimnastikani o'ynatqizman. Undan keyin ko'z gimnastikasi deb o darsni yo'lga qo'ydim. Bir xil canlandırdım da o maktabning için. Şu vaqtda bizning nahiyaniki ma'rif idorasining sekretari o bizning o'rta maktabga bir cheniqishga chiqibdi da. Men o vayatki holatimni ko'rib, shuning bilan belki tajribalik o'qituvchi ekansan, sen bek yosh ekansan, sen texmo yuqori o'rlab o'qib, nahiye içinde ya bo'lmasa viloyatlarda ishlasang bo'ldi ekan deb dedi. Bo'ldi, men yana biroz chiniqay deb, men bir yildan ortiq turdimmi deyman. Hatto o maktabniki 2 sinfi o yezdagi 8 kilometr yiroqlikda, ya'ni hammanglar bilasizlar, qurtlab ketgan ko'l bu Aqtam Umarniki. O filmni ko'rgan bo'ladi. Shu ko'lning oldida bizning 2 sinf, ya'ni o maktab. Aşağı dersim bor. Ba'zi dastlab motosiklet qo'llanishni bilmaydim, o'rganmagan vaqtlarim. Yugurib bordim, 8 kilometr bo'lgandan keyin hech qancha men uchun ben yugurib yurgandim deb. Ondan keyin ba'zi kechikib qolganmi deb shu amalning yo'qligidan qatnashim yo'q. Ba'zi yakan ketib qolgan mashinani to'simiz. Postkamlar ketib qolgan mashinani to'simiz, ashnalamamiz. Onun ben bir motosiklet öğreneyim deb onu öğrenip onunla bağdım. O yerde mesela nima yok, aşxanalar yok. Aşxanalar bo'lmagandan keyin men o'quvchilar bilan paralashib tushlik tomoq nemdi. Tushdan keyin darsim borda, tushlik tomoqqa
sizlarning uyga kirsam bo'lamdi, sizlarning ata-onalarni köyga ziyorat qilib chiqay desam ma'qul deydi. Shuning bilan bir kuni bir o'quvchimning uyiga kirman. Kirsam tushlik tomoq deb shunda bir kichik piyoldan cho'ngroq bir chinida qatiq. Endi qanchalik o'g'ini bilmayman undan keyin. Shunda qattiq ashni akib oldim. Ben çandığımay qatiq qimillab onu yedim. Ondan keyin ikkinchi bir o'quvchini uyiga ziyoratga boramadim men. Bunday sharoitni ko'rishga yurgam chidimidi. Shuni keyin darsdan burun bir usab ketgan suv ichay deb ballag'im. Suv nerede suv bor deb bashlasam, ash ko'lning suyini ichimiz dedi. Qat dakılını koyup, süzüp içtiken, çeleknin üstüne. Resmi kurutlap ketken kölün özdeki şu sunu içken hayatını görüp. Gördüm, şimdi gördüm şunu olan. Bu neymiş bu da? Ahir ben o mektep dersini ötep olgandan keyin o yüzününki başlığı meniki dadamninki sabahda chiqib qoldi. Onu bilan ko'rishdim. Nim bo'ldi aka? Men o'z ko'zim bilan ko'rib keldim, turmushni, hayotlarni. Bir yordam qiling desam, yaqinda o filmni qaytadan ishlagangacha keladi ekan, men bosh rol olgan bo'ldim. Ashani butunlay o'ngishib emas, quduq qizib, tur birlashtirib qilamiz dedi. Voy, bak rahmat dedi. Men kelgan vaqtimda 8-sinfga dars o'rlashtirib qo'ydi meni. Ya'ni boshqa qaytib ketay. 1 soatlik darsda 8-sinfning o'quvchilarini yezining bilasiz. Bir o'g'il bolam. Men qip-qizil tantarbiya kiyimi bilan darsga chiqqandim. Chechim bo'g'oqliq. Yo'qlim qilaversam, o bala hammasi ba dedi. Lekin o birisi hiç ovozini chiqarmadi da, o balaniki ismini o'qib. Sen chaqadingiz, lekin ba degan ovoz chiqmagandi. Birisiniki yo'qmi yo bormi bu? Unda nim qilmaysizlar, ovozingizni chiqarmaysizlar desam, mening shu bo'yam bilan tangda o balla. İşte qarab qilsam, "Ha, xonim, sen kapırmı ya? Beşinci bir narsa kiyip ders ötmemse bizge." Başladıydı. Şunu olan degen acayip titrep ketdim de. Qattiq çandırmadım. Bana tantarbiya ishxonasiga kirib, Shiraning tepasida qizil shapka va chiqpa deb ashini nima buyurdim. Kirib chiqibdi ekan, kiyiblam. Yarashdimi desam, gapma kuldi. Shuni darsini boshladim. U kuni atqı sekreş dersini ötettim. Attın sekreş, yağaç, evet. Aşını ötettim. O dersini şunda yaxşı ölük ösüp öttüm de. İkinci man gapmay, hatta aldımdan toğru ötmeydiğim oldu. Şunu o yerde işte bir 3. saatlik derste işte bir şıkıdıç geldim. Ondan keyin de o ballar bilan yaxşı öz hədisidək, öz anısidək paranlaşıb, billa fikirlərini anlab. Məsələn, o yerdə yəni müzik oxutqısı kamçılkən toq. Məni müzik dərs berələmsiz dedi. Mən yaxdım dedim. Heç bolmasa naqşa etməsəm boladı o deb. Kirib o ballarını küldürüb, naqşa etib berib, onlardan özününki kelgüsü nemi planları var, nem bo'ldiganligini, nem ish qildiganligini so'rab, işte o'zimizniki vaqtini ahamiyatli o'tkazib bashta qildik. 1,5 yildak ishladim. Ondan keyin shu meni sekretar o'zi işte meniki achammi ma'rif idarasi ishlaydi arxiv bo'limida. Onun depti o sanın bek yaxşı işleydiken, bek canlıq ekan deb. Şuna olan adam o sekretar
seni 2 günde bir soraydı. Yenip kiremsen, dep işte pek çapat attın dep. O sekreter garas biz u yerda yatak ba. Mektepning ichida o'qituvchilarniki yatak deyip ishlaydigan bo'lgandan biz haftada bir qatim haftaniki yakshanba kunlik oqshomda kelib bo'lamiz. Dushanba kuni degan darsimizni boshlaymiz. Unda bo'lgandan keyin shundan nachar ekan u yatqimi. Men ham tantarbiya maktabiniki yataklarda yetib o'tishilashad o'qigan bo'lgandan keyin u bek hayron qoldim. Hala 96-yilmi hamda mushunchilikmi mashq o'tqalaydi ekanmiz. Men ko'nammayman, qanday qilaman deb tursam, maktabning moliya xizmatiga mas'ul bir akamiz, ismini unutib qoldim oniki. Ayoli Ayşin yeziniki ayollar birlashmasining boshlig'i ekan. Uning o'g'li Mehmet Tursun deb o'quvchim. Voleybolni bek yaxshi ko'rdi ekanda. Men bo'yi shunchalik egiz. Men dedim seni tantarbiya maktabga tarbiyalayman. Sen 8-sinf bitiray deb qolibdi ekan. Desam ma'qul dedi. Shuni bilan uni ching tutib mashq qildirib, uni imtihon qatnashtirib, shu hozir tantarbiya o'qituvchi ashi yezib o'tir maktabning. Uni desam, u ota-onasi bak xo'sh bo'lib ketib meni. Bizning qizimiz yo'q, 2 o'g'limiz bor. Nim bo'ldi xonim, bizning uyda turing deb. Maktabning oldidilar. Shuning bilan maxsus shunda chiroyli qo'shqarvatliq yotoqni hozirlab berdi. Shuning bilan u yerda tug'an bo'ldim. Bir oy yotdim maktabdagi yotoqda. Shunchalik. Men u sekretarga dedim, sening qilib bergan ishing nima? Mushani o'ngshab ber. Yotoqni biroz cho'ngroq qilib, mashq o'tqalaydigan ish bak eg'ir ekan. Nim bo'ladi, mush ishlarni hal qilib ber. Maktabga hamda ota-ona kelsa mishay xizmat ishlab, sening qilgan ishing mush bo'lib qolsin deb aytadi fikrimni bersam, voy ma'qul deb aytadi. Men ketgandan keyin qilib turibdi uni. Avvaliga nimaga sekretarga nimaniki yezining boshlig'iga deganim u filmlarni qayta ishlab avan turburlashtirib ashta qilibdi shu ko'l yo'q hozir masalan. Ikki yerda ikki o'zgarishlar paydo bo'lishiga sabab yo'q siza. Onundan keyin mangshini o'tir maktabga Nahaydan 3 kilometr yiroqlikda. U yerga kirdim, yo'tkabak kirdim meni. U yerga borsam 3 tantarbiya o'qituvchi bor ekan. Uning ayol o'qituvchi yo'q. Shu yerda o'xshash hamda jonliq ko'na qolgandan keyin jonliq ishladim. Birisi shunday o'rin ma'lumladim. Topni tashlab berib, eriqning bo'yi tomoq chekib o'tirdi. Ichim ajoyib bo'ldi. Bu bizning o'quvchilarimiz bo'lsa, Uyg'ur o'quvchilarimiz ya qo'shtilliq maktab emas u. Nimanchi qiladi u? Deb yaqinmidim ammo bir kuni qarasam, mening mo'yim bir ishim chiqib qolganda darsimni o'tab qo'ying deydi. Siz davomli mushtaq qilamdingiz ya? Ashta bo'lib qoldimi desam, ya mening jiddiy ishim chiqib qolgandi dedi. Bo'ldi. Mening uchun hech qanday ish emas. O'tab qo'ydim. Darsni o'tab bergan bo'ldim. Ishta qilib u yerda bir yarim yildak ishlagandan keyin men idoraga iltimosim, men yuqori o'rlab o'qay deb sekretarni taniganda, ashning qashig'i kirib so'zladim desam, bo'ldi dedi. Meni tantarbiya maktabda 92dan 96gacha qarg'atish komandasida, ya'ni meni atletikadan imtihonsiz yenik atletikadan imtihonsiz qabul qildi. Lekin atletika treneri sizni dadingiz saqchi ekan, qarg'atishda o'qisa bo'ldi deb turib bordi dedi. Shuning bilan u yerda bir trenerlarniki boshliq bor tantarbiya maktabda. U akamiz nimada yapon chelish komandasiniki treneri ham trenerlarning boshlig'i. O akamiz qopab voy Rudavda, ya'ni yapon chelishdimi mashq qilsin
Dedi, ben dedim boludu, ben universal terbiyeleney. Vaktim yesilam, 1 saat Japonca ders alay, 1 saat atletikaga katnaşay. Yani 1 saat, 2 saat çokum qarğa etişninki. O dersimizi katnaşay desem siz yetişəlisiniz dedi. Hatta so'zish komandasini onun qatnaşıp başta qıldım. 4 yıl içinde 4 kesipni öğrendim ben. Lekin o qarğa etişini şunçilik yaxşı gördüm. Nayt adamni ağır bilsek, mijazini tanışaydigan bir kesipken. Dadamı bək hoş oldu, meniki gepimni jimidi dep. Şu qarğa etişte 92'den 96'gacha 4 yıl, yani hatta okuya etiş umu batdı. Lekin nima zal başka yerde etti. Onu öğrendim. Okçu bu qitim mesela bir şey kelgen vaqtimda 2 yıldan aldı da şu rayonunki başlıkları rahmetlik ballarniki rahmetlikninki idare şu nima başlıkları dedik siz balla biraz çoğun bolsa bir belediye işleyme deseniz iş ba. Bu nimada tantarbiya klubları da şahsi açılgan klublar ba. Şunu işleseniz mi iş ba degende men ballarni bir özümge okşaş biraz canlılık terbiyeley taza şu çeniqdigan vaqti ballarniki dep desem şunu bilan okuya etiş aşı nima sporning tantarbiya klubuniki okuya etişini türlerini siz tanlagan degan okuya voleybolni tanladım. İkisini tanlab kichik qizim gimnastikaga bak qiziqdi. Gimnastikim bolsun deb onu tanladım. 3'ünü tanlagılı oldu ekan, 3'ünü tanladım. Şunu bilan siz qo'shimcha tantarbiya o'qituvchi ekansiz. Bizga o'qiya ders bersangiz deb başladım. Bo'ldi dedim. O müdürüm şunçalık hoş ketdi. Ama men o etip baqqan, çoqum musabaqat qatnaşıp meşq qilmagan o'qiyadi. Şunun bilan o'qchilik maydoni deb bir o o'q maydoni tarafda aşağıdaki o'rin deb berdi. Shu yerga berib men 3 oy meşq qildim. O kenişkisini aldım. O'qituvchilik qilish kenişkisini, trenerlik qilish. Taqil ballarni küçük ballarni 18 yaşga to'shmaguncha onu haqsiz tarbiyalay-etgan 2 qizimni tarbiyaladim. U yerda ularning darsi qatildi. İşte qilib o'rgandik. Hozir o'qiyotchi o'qitibsiz oila bo'yicha. O'qigan bak yaxshi ko'ramiz. Bumi shu qarg'a etishning bir turi bo'lgan ekan. Shunday yaxshi ishni o'rganib ketdim. Masalan, xalqaroliq etish, kasb qadimiy etish debchu shu 2 turga bo'lingan. Ondan keyin qarg'a etishda masalan miltiqda o'qidim. Miltiqda o'tirib harakat, o'rtirib harakat, yetib harakat deb harakatlarimiz bor. Onu shunday yaxshi ko'rgandim, ammo o'qituvchiga ehtiyoj bo'lgan ekan ma'rifniki. Biz o'qituvchi taqsim qildik. Ma miltiq etish ne degandingiz? Shu Qashqadaryo tarbiya maktabida. Ashad miltiq etish darsi davom etdi. Men buni bilmoqchi. Qashqadaryo tarbiya maktabida o 4 yil ash miltiq etishda. Yani tunji pay o'qinayotgan vaqtimda shunchalik aloqa qo'rqib ketdim. Hozirgacha kitobda bir varaqni tutsam qo'lim shunda titraydi. Hozir hayajon biraz bakrak titrayotdi, lekin shu normalda bir varaq qog'oz qo'limda boshdan titrab turdi. Hozirgacha bor. Telefon qo'limdan tushib ketay deb qoldi. Shunchalik hayajonlandim. Yushirin ansıptida mengiz o'rnab ketibdi-da u arzu. Men o Takilmakan qumliqdan yurib o'tib baqaymiki deb o'ylayapman deb onamga desam yig'lab hargiz unmaydi. Men dadamga bir deb baqay deb o'quvchilarimni texmo jasur, texmo qaysar
aşı bütün japalarga chidaydigan qilib tarbiyalash uchun amli harakatim bilan bir o'lgü bolay deb 17 kun uyga kelgan boldim. 17 kun bu yushurin anga şu qat'iy irodingiz yerlashib ketdi, ya'ni o'rnab ketadi. Siz o irodingizni amalga oshirmoqcha o sizningki mingizdan chiqatmaydi. Bak qaysar mening qizim bak qaysar deb dadam shunchalik xo'sh bo'lib ketdi, dadamni xo'shal qila oldim deb men. Hali qalallarni ko'rayotibmi? Necha qatim qo'limdan qalam tushib ketdi, lekin hali shopirligim, bilmanganligim faqat chondolmadim.